Assalomu alaykum. Xayrli tong. Mana xudo xolasa ishlagan ham keldi. Bismillah deb Tatsrochni Qo'qonga yo'l oladigan bo'lib qoldi. Hozir endi ishxonani bolalarga topshirib yo'lga tushamiz. Xudo xolasa mashinamiz keldi. Qo'qonga qarab yo'l oldi. Bo'pti. 160. Ha, ya bo'ldi. Ya bo'ldi. Bo'pti, davay, gaplashamiz. Ha. Xolmaysan. Yotavering bemalol. Mashina chaqirib qolishdi Qo'qonga. Xudo xolasa Qo'qonga yaqinlashib qoldi, hozir yo'lda to'xtadi. Qatarga. Qatar olib yo'lga tushamiz. Xudo xolasa Qo'qonga yetib keldi o'zi deydi. O'ngami? Assalomu alaykum. Тут у нас каталожные, так скажем, позиции. Есть агрегаты, которые мы изготавливаем под заказ. Также мы в 2024 году представили агрегат с упарывателем. Mana yig'ilishlarimiz tugadi, xudo xolasa. Endi iftorlikka yo'l olamiz. Iftorlikka harakat qilishdi. Hamma viloyatdan ishlab chiqarishlar, o'zimiz sohamiz bo'yicha suhbatlar qildi. To'rt tashkillashibdi, gap yo'q. Xudoga shukr, mana o'zlar ochib olib, iftorlik tugatdi. Toshkentga yo'l olamiz endi. Mana biz tadbirlarni o'tkazib, Qo'qon shahridan Toshkentga qarab yo'l oldi. Shu Jizzaxdan akamiz bor ekanlar. Qo'qon akam bilan yetyapman Toshkentga. Baraka topsinlar. Hamkasb bilan uchrashib, qaytamiz.